Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kardeşler. Tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızın 6. sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam. Ben riyasetçi Abdülhat Ucat. Hürmetli Damallam. Bu programımızda kıymetli vaktlerini çıkarıp gelirdi için rahmet. Allah razı olsun. Kızım karşıladığımız. Allah razı olsun. Hürmetli kürümeller, bugünkü tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızda riyakarlık hakkında toxtulup ötümüz. Kızıqıp görüşünlerini ümit kılımız. Hürmetli damallam, programımızda birinci sualdan başlasak. Bu riyakarlık logat ve şer'i noktadan qaraganda bu nima degan gap, ya'ni riyogarlik degan nima degan bo'ladi? Bu vaqtda qisqacha ma'lumot berib o'tsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala hemmimizni yaxshi ilmdan foydalanishni nasib qilsin. Toğrun sözleşni ve toğruğa amel qilishni Allah asan qilsin. Riya degan Qur'oni Karimda bir necha yerda kelgan. Şunun qatoridan yurauna ve yemnaunal ma'un deb kelgan. Yani bir oyatda bataraw ve ria'an nas deb kelgan. Bunun ma'nosi nima desa, riya degan bir odamningki ma'lum bir yaxshi ishni qilishi xalqlarga ko'rsatib qo'yish uchun. Ya'ni lug'at ma'nosi boshqalarga ko'rsatib qo'yish uchun bir yaxshi ishni qilishning o'zini nima deb ataymiz desa, riyo deb ataymiz. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi yurauna va yamnaunal ma'un degan yerda munofiqlarning sifatini bayon qilib Alloh subhanahu va taolo bular namozni o'qiydi. Nima uchun desa, namozni kishilar ko'rdigan, hamma odam ko'rdigan amal bo'lg'achqa, buni xalqlarga o'zining namoz o'qiganligini bildirib qo'yish uchun namozni o'qiydi, lekin bular zakotni bermaydi. Chunki zakot deganda uni hammaga ko'rsatib berish lozim bo'ladigan ish bo'lmag'achqa, ya'ni ko'rsatmay bersinmi bo'ladigan, ko'pincha odamlar ko'rsatmay beradigan bo'lg'achqa zakotni bermaydi, lekin namozni cho'q xalq ko'rsatib qo'yish uchun o'qiydi deb tasvirlagan. Yani bir ayette nas, yani fakat bular haqni rad qildigan mushunda adam bo'lgan bo'lsa-mu, lekin kishilar ko'rsatib qo'yish uchun mushunda ma'lum yaxshi amallarni ishlarni qiladi deyilgan. Shuning uchun bu lug'at ma'nosi va shundaqli shar'iy ma'nomi buningki olimlarningki nima deb tunishtirgan bu riya degan so'zni desa, arab tilida anıltış, yani hadiste men semma'a semma'allahu bih deb yani bir lafzi kelgan. Riya degan nima desa, xalqlar ko'rdigan bir yaxshi ishni boshqalarga ko'rsatish maqsadida qilganlikning o'zini riya deb ataymiz. Bu hadisda kelgan anıltış deb qo'yish deganlik nima desa, xalq ko'rmaydigan yoki xalq ko'rmagan bir ishni maxfiy qilgan bir ishni keyin kishilarga anlatib, kishilarga deb berishning o'zi, so'z deb berishning o'zini mana bu anlatish degan bo'ladi deb tasvirlagan. Demak, ishkilisi birsi xalq ko'radigan ishlarni ko'rsatish uchun qilgan bo'lsa, bu riyo bo'lsa, yana birisi shu desa, xalq ko'rmagan ishlarni xalqlarga deb berish orqali bu yomon illatga inson o'zining giribtor bo'lib qolganligini bilalaydi demakdir. Allah razı olsun damallam. Endi bu insanni riyo qilishga, mushunday qilgan amallarni ko'rsatishga olib boradigan omillar qaysi? Nima uchun inson shu ishga tushib qoladi? Bu riyo degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda ko'rsatgan nihoyatda o'zibek maxfi min dabibin naml deb ifodalagan hatto Payg'ambarimiz bu çümülninki mangal vakitteki mangallık hareketinden mu mehbi fukunolmaydı o. Neymiş için dese,
Bu insan özü his qilib, his qilmay giriftar bo'lib qoldigan. Buningki sabablari nihoyatda jiq bo'lg'achqa, şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu dese, çümülünün mağındımı mehbi dep tesvirligen. Bununki alimlerimiz nurgul sebeplerini bayan kıygan. Şu sebeplerin ki Katar'ın birincisi ne o dese, bir şahsının ki, bir balının ki, malum bir öyde, ailde çoğun oluşu, anısı olsun, darısı olsun, işkili ise, mesela ya işkisinin biri, her kandak bir işini kıysak, haklı yaşında riya kıldıgan, köstürgan, vay biz anda kıldık, manda kıldık deydigan, muşundak bir muhitta çoğun oluşu. Muyda muhitti tuğulgan, bunda muhit çoğun olgan balçı olursa, kiçigidin tatip, bunu kürep, çoğun olgan deyin ki, azırak çoğun olgan da şu yüzünün atanısını taklit kılıp, şulağı eğişip şu, andın riya kılışını ügünüp kalıdığan, kögellikten, şunu olan bir yaşıgallıktan ügünüp kalıdı o, dep karalgan, emniyetimi şu, şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğün işte ne de erlergenim de yol gösterken dese fazfar bizati dini taribet yadak. Sen din ilgisi boğan ayallahın tallah ne için dese balların aşındak yaman ahlak, yaman işlerin ügünüp çoğun olmaslığı için, yaxşı işlerin ügünüş için şu sen din ilgisini tallah degen. Birinci sebep aile sebebi. Aileden yokturvagallık. Aileden yokturvagallık. Ayalın tallaşta, dindarın tallah deyip ergi yol gösterken bolsa, erlergimi çoğu ayallağı çoğu dese, İzâ câekum men terdavne dînehu ve hulukahu fezavvicuh. Sila kızınlarının ki toyunu kılmakçı bolsanlar, silerge onun dini yakşı, yani dindar, hem dindarlık olan birge, ahlakı yakşı kişiler kızlarını talep kılıp kese, bunu kızlarını birinler de Peygamberimizin bu yolunu köstüşümü nimo dese, bir yakşı aile kuruş, bir yakşı muhit yaratış, evlatlarınki güzel ahlak olan, yaxşı adam bulup çoğun buluş üçüncü aile yaxşı boğan vakitte şu evlatlarımı yaxşı buldu. Demek birinci sebebi atanın ügünüp kılış. İkinci sebebi ne deyse bir bala çoğun olgandan keyin özününki malum kişiler bilen ağın olap yaşaş dostlarının işine andan nurgulları aşında riyakar olgan bolsa, muşundak yamal inlet bilen üzbi yenkiyim keyse bir mesela kiçikinem iş kıldık degen biz anda iş kıldık, manda iş kıldık. Kardan, köyden ma kiyiminin markasından da marka. Dep üzerinin keygen kiyim kiçiki ya ki üzeriki malum alahidilik bilen pahırlındığan kişiler köz kıldığan bundak dostları olup kalsa bir balının ki bu dostlarının ki yaman illetimi çoğu xuddi bazı kiseller yok kalgandak insan arlaşkan dostlarının yaman illetimi çoğu insanı yoktu. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler kim bilen dostlaşırsa bunun obdan karanlığa dep alahide dostlaşırgan kişilerini tallaşka tavsiye kıygan. Demek ikinci sebebi ne dese dostlarını yokturuveliş bu kiselini. Üçüncü sebebi ne dese Allah subhanahu ve taala'nın hakiki yaxşı tanımaslıqındı. Yani Kur'an-ı Kerim'de وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ dep tesvirleydi. Allah'ın hakiki kadirlemegellik, hakiki uluğlamagallık. Ne için dese Allah'ın hakiki uluğluğan bolsa Allah menin kıygan işimni, hareketimni hemmisini körep durdu, bölüp durdu, muşunun qarta mukapatlaydı ya cezalaydı dep Allah'ın hemme işini bölüp durduğanlığı boğan, itikadı caydı boğan bolsa, elbette kişiler köstüş için emes özünün kıygan işlerini belki Allah subhanahu ve taala'nın razı kılış için kıygan bulattı. Dördüncü sebebi ne dese, benim şahsının ki bir hukukka ilgi buluş, ya ki cemiyette alahide yukarı bir mertebege iriş için kişilerge yaxşı görüneş maksıda yoki hukuk ba adamlarni işendirish maksıdira nurgun yaxshilarni qilib o'zininki alohidliklerini kişiler aldır alohida oshkorlab bu şu orqali şu ma'lum huquq yetish yoki bo'lmasa jamiyatda alohida ustun o'rin ega bo'lish uchunmi insonlar şu mushuni maqsad qilibmi riyokorlik degan bu kasallikka şu giriftar bo'lib qoldi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ayallah'ın mümine iman etip kelgen ayallah hakkında sorup ya eyyuhellezine amenu izâ câekumul mu'minatu muhacirat femtehinuhun Allahu a'lemu bi imanihin. Demek kişilerini sınap bekiş, imtihan et bekiş şu ayallah biz iman ettik dep kelse oladın imtihanınlar. Allah olanın imanını obdan bülüdü. Lekin sizler olanın hakikatini bülüş üçün bularını sınap bekinlar degen.
Şunun için her qandaq bir adam mushundaq yaman illat bormi yo'qmi? Buni bilish uchun sinoqqa duch kelish lozim. Ya'ni kishilar ko'rgan vaqtda yaxshi ishni qiladi, kishilar ko'rmagan vaqtda nima ish qiladi? Buning uchun alohida diqqat qilgan vaqtda haqiqiy bir insonningki ma'lum bir yetakchi xizmatchi bo'lishga, yo'lboshchi bo'lishga layoqati bormi yo'qmi? Buni uquni urdi. 5-chi sababi nima desa, kishilarningki qo'ldagi boshqalardagi mol-mulk biznasini tamoq qilishadi. Ya'ni aşında riya qilish orqali, o'zini mayli kambag'al ko'rsatish orqali bo'lsin, amaliyotda bo'lsinmi, yoki bo'lmasa o'zini ait solih yaxshi banda ko'rsatish uchun boshqalarningki qo'ldagi mol-mulkka erishish, boshqalarningki bu odamga bir ish chaqirtib, ya sadaq qilishi yoki yordam qilishi, bu shundaq maqsadlarni ko'zlab andin riya qilib qoldigan. Bu shundaq yomon tama kirib qolsa bir insonning qalbiga bu nima kelib bordi desa, riya g'olib bordi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda bir odam kelib, Arabiydan biz kelib, ya'ni yizdan kelgan, ya'ni bilimsiz bir odam kelib, ya Rasululloh, bir odam g'animat uchun jihad qilsa, ya'ni mol-mulkka erishish uchun jihad qilsa qanday bo'ladi deb so'ragan vaqtda payg'ambarimiz buning Alloh yo'lida bo'lmaydiganligi, balki shu dunyoga erishishni maqsad qilgan bo'lg'achqa, dunyoga erishib, dunyoda ma'lum mol-mulk erishgan bilan bu qilgan jihodining hech qanday qiyomat kunicha ahamiyatining yo'q ekanligini bayon qilgan. Hatto yana bir hadisda bir odam jihad qilish orqali kichikgina bir o'zining oyog'ini itirgan jibga erishib qolsam deganni maqsad qilgan bo'lsa, bu odam shu niyatiga qarata mukofotlandi deb alohida bu tamaxorlikninki shundoq katta bir jihatdan iborat ulug' bir amalni odatda Alloh subhanahu va taoloning oldiga borganda hech qanday mukofotga erishamaydigan, faqat dunyoda erishgan ozg'in mol-mulk yoki ozg'in narsa, shuning bilan uning mukofoti to'xtab qoldiganligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda bayon qilgan. Demak, tamaxorlik buningki 5-chi bir sababi. 6-chi bir sababi nima desa, xalqlarningki maqtishini yaxshi ko'rib qolishadi. Kishilarningki maqtishni yaxshi ko'rib qolgan vaqtda yoki qilgan ishlarga xalqlar be rahmat deysi ekan, va hazab obdan ish qilla deysi ekan degan mushundaq bir g'oy kirib qolsa, ya mushundaq bir tushuncha kirib qolsa kallasiga, shu chaqdimicha bu odam o'zining qilgan ishlarini shunda riyo qilib, boshqalarga ko'rsatib qiladi. Nima uchun desa, xalqlarga shu Qur'oni Karimda bima lam yuhmadu, bular o'zining qilmagan ishlari bilan faxrlanishni yaxshi ko'rdi. Qilmagan ishlari bilan amaliyotda u odam asli unchalik ishni qilg'isi yo'qdi. Lekin xalqlarning oldida ko'z-ko'z qilish va shundaqli xalqlarning maqtishiga erishish uchun qilganda ko'rinadi, qiladi ma'lum ishlarni. Oyatning oxirisida nima desa, unda odamlarga alohida qattiq azob bor deb tasvirlangan. Shuning uchun ash abiyatning hadisining oxirisida Arabiy kirib so'rgan va rajulu yuqatil yuzkar ve liyura mekana ve yuqatil liyura mekana, yani xalqning oldida hazab botir odamkan deb buning gipi olsun deb urush qiladi, yoki o'zininki o'rnini ko'rsatib qo'yish uchun urush qiladi. Bularning o'rni joyi qanday bo'ladi, buning qaysi Alloh yo'lida deb so'ralgan vaqtda payg'ambarimizning javobi nima bo'lgan desa, qaysi Allohning dinini ustun qilish uchun dushmanga qarshi bo'lgan bo'lsa, bu Allohning yo'lida bo'ladi, qolganlaricha Alloh yo'lida bo'lmaydi deb tasvirlagan. Ondan 8-chi bir sababi nima desa, kishilarningki ayblishidan qo'rqib, xususan o'zining yaqinlari, do'stlari, tengdosh do'stlarininki ayblishidan qo'rqib, chunki baka turay desa yoki yaxshi ishlarni qilmay desa haq ayblaydi. Yodda ekan bu hech ish qilmaydi, hech qanday tirishchilik qilmaydi, janna aram baqidi. U bu deb kishilar ayblaydi deb haqning ayblishidan qo'rqib, mush orqaliqcha ondan nurg'un ishlarni qiladi. Bunda odamning hol nima bo'ladi desa, haq ko'rdigan yerda shunday yaxshi ishlarni qiladi, haq ko'rmaydigan yerda desa, hamma yaxshi ishni tashlaydi. Mana bu nimaga sabab bo'ldi desa, riyokorlik kisriga
giriptar bo'lishga sabab bo'ladi. Haqlar meningki yomon gapimni qilmasin, mening yaxshi gapimni qilsin deb haqning gap so'zdan qo'rqib, ayiblishidan qo'rqib, yaxshi ishlarni qilishning o'zimi mana bu nima desa riyokorlik. Mushuningdan boshqa yana ma'lum sabablarni bayon qilgan, ya'ni menimcha shaxsninki riyokor bo'lib qolishiga sababchi bo'lgan illatlar yoki omillar degan asosli xulosa qilsak hamda shu masalan Alloh uchun xolis qildigan bir amalga moddiy yoki ma'naviy masalan moddiy desak bir narsa mol dunyoga erishish boshqa ma'naviy tarafdan desak kishilarniki maqtishi yoki tanqid qilishi degandek nasldan ansirab andın amalni riyokorlik qilishimizda boshqalar ko'z shu edakchi sabab çok oldu. Asosli sabab shu. Allah razı olsun. Hamda bu riyokorlikningki avvalan shaxsning o'ziga, kishilarga, undan keyin masalan jamoat bo'lsa jamoat, tashkilot yoki bo'lmaydi. Hozirgi bizning da'voga elib keladigan ziyonlari qaysi masalan? Eng birinchi bo'lib jamoatga elib keladigan ziyoni nima desa, jamoatning ichida bunda riyokorlar chiqib ketsa, birinchi bo'lib qalbining yo'li taqiladi degan gap. Chunki "Va may yushrik billahi faqad habita amalu." Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Allohga shirk keltirsa, bu shirk keltirganlarning amali bekor bo'lib ketadi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu riyokorlikni nima deb tasvirladi desa, bu shirk deb tasvirladi. Ash-shirkul asg'ar deb tasvirladi. Shirk bilan birga yolg'iz qolib qo'yma degan. Yana bir hadisda qanday bir odam amal qilgan vaqtda boshqalarni men shirk qilib qilsa, men uni tashlab qo'yman, uni o'zining shirklariga tashlab qo'yman degan hadisim bor. Demak, olimlarimiz shunga nima degan desa, har qanday hadisda oyatda kelgan shirk degan iborat mush gunohning o'zi buningdan boshqa hamma gunohdan ig'ir degan. Shirk degan mushu lafz ishlatilmagan har qanday gunohdan shirk degan sifatga uyg'un kelgan gunohcho bu ig'ir buning jinoyati deb tasvirlagan. Undaqda masalan oyatlar hadisni birlashtirgan vaqtida biri masalan o amal bekor oldu. İkincisi Allah'ın yardımıma to'xtadi. To'xtadi degan gap. Nima uchun desa, chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda necha oyatda cho'qim bu g'albini, Allah bu hidoyatni, muvaffaqiyatni o'zi uchun xolis bo'lgan kishilarga beradiganligini bayon qildi. Muxlisina lahuddin dedi. Abdullah muxlisina lahuddin dedi. Necha oyatda bu mazmun dedi. Unda bo'lgandan keyin har qanday bir insonda bu riyokorlik bo'ldi ekan, bu tabiiy holda bu amalning xolis bo'lishini shaklaydi. Shunga ma kana Allohu liyazharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Mush oyatning o'zida Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni biz iymon etdik degan mush so'z asosida ularni qo'yib qo'ymaydi. Balki ularningki qaysi haqiqiy to'g'ri yo'lda, sap yo'lda, qaysi nachar yo'lda bunu sınmay turib, bunu ayırmay turib Allah çoğu bularni bekor qo'yib qo'ymaydi dedi. Demak, at-tayyib degan nima desa, ashunda shirkdan, riyodan har xil bunda yomon illatlardan, yomon gunohlardan xoli bo'lgan kishilarni maqsad qilmoqchi. Xabis degan cho'q desa, o'zining ishlariga ashundaq yomon illatlarni Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni aralashtirib olgan kishilarni demoqchimdir. Unda bo'lgandan keyin yana bir oyatda va yahdi ilayhi man anab va yahdi ilayhi man yunib, ya'ni Alloh qaytgan, tavba qilgan mushundaq kishilarni Alloh hidoyat qiladi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi dedi. Unda bo'lgandan keyin eng yomon zina nima desa, Alloh subhanahu va taolaning hidoyatidan mahrum qilish, qalbini ato qilishidan mahrum qilish, Alloh subhanahu va taolaninki g'azabiga uchrashimdir. Umumiy jamoat. Shu yana bir oyatda falamma zaghu azaghallohu qulubahum vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Bular azg'an vaqtda, bular to'g'ri yo'ldan yiroqlagan vaqtda Alloh bularning qalblarini yiroqlashtirib etdi. To'g'ri yo'ldan yiroqlashtirib etdi. Alloh fasiq qavmni hidoyat qilmaydi degan. Bu jamoatga bo'lgan eng cho'ng ziyon bu. Yo'lning uzilishiga, qalbining kechikishiga, hidoyat yo'lining taqilishiga, Allohning yordamining taqilishiga kelmaslikka sababchi bo'lgan yomon illat.
Şahsga qarta. Shaxslarga qarta açıyor desen, eng birincisi kishilarning qalbidan bunda adamni hurmatlash, bunda adamni eymirish tugaydi. Yani onu Riyokorlik bir qıtım vaqti, iş qıtım vaqti. Ondan keyin hammadan bilgandan keyin bunda adamni ko'z qilmaydigan, bunda adamni yaratmaydigan Allah subhanahu va taala bunda adamning nima uchun desa, payg'ambarimizning bir hadisi var. Allah subhanahu va taala bir bandini yaxshi ko'rsa, Jibril alayhisalomni to'lab, "Ey Jibril, men palani bandini yaxshi ko'rdim" deb e'lon qiladi deydi. Ani Jibril alayhisalom bütün malaikalarga xitob qilib, "Ey Allohning malaikalari, Allah palani bandini yaxshi ko'rdi, sizlar uni yaxshi ko'ranglar" deydi. Uningdan keyin "Summa yuda'u lahul qabulu fil ard" deydi. Uningdan keyin u odamni kishilar dunyoda yaxshi ko'rdi dedi. Allah qanday adamni yaxshi ko'rdi? Albatta Allohga ixlosmandlik bilan Allohni tunigan, Allohning qudratini tunigan, Allohning ulug'ligini tunigan, o'zining qilgan ishlarining hammasini Allohning bilib turganligini yaxshi tuyib yashagan, mushunday adamni yaxshi ko'rdi. Riyokoruncha albatta yaxshi ko'rmaydi. Unda bo'lgandan keyin Alloh yaxshi ko'rmagan bandalarcha yaxshi ko'rmaydi va shundaqli unda bandidan ham ansirmaydi. Qo'rqmaydi. Shu yana bir oyatda "Va may yuhinillahu fama lahu min mukrim" dedi. Qanday bir adamni Alloh xor qilib qo'ysa, u odamni hurmatga sazovor qiladigan hech qanday bir kuch yo'q deydi. Shuning uchun har qanday bir inson kishilar tarafdan jiq odamdan yomon ko'ralganligini his qilgan vaqtda o'zininki bir xatar ichida ekanligini bilish lozim. Xususan mu'minlar ichidan jiq odamning bir odamni yomon ko'rishi, u odamning faqatlam obro'yi ya jamiyat o'rnining bo'lmasligi shu odamning bir xatar ustida ekanligining dalili. Ko'p sondagi mu'minlar agar bir odamga shunday qarashda bo'lib qolsa, demak shuning uchun bunga alohida diqqat qilish lozim. Shuning uchun salaf burun olimlarimiz bu ixlosning ne kadar muhimligi, riyokorlikning ne kadar xatarlik ekanligini bilgan bo'lg'ashqa, shu o'zining qilgan yaxshi amallarini ko'pincha holatda yushirdi. Nima uchun desa, yushugan vaqtda bularning jamiyatda kishilar oldida haybati, hurmati bo'ldi. Shunga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhuning bir so'zi bor ekan: "Man khalusat niyatuhu kafahu Allahu ma baynahu va baynan nas." Qanday bir odamning niyat xolis bo'lsa, Allah subhanahu va taala bu odam bilan bandalar o'rtasida Allah u odamga yetarlik degani, ya'ni Allah bandalar bilan bu odamning o'rtasini yaxshilaydi. Allah bu odamningki kishilar oldida hurmati, haybatini Allah paydo qiladi deb alohida Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu bu so'zni bayon qilgan. Bu ikkinchisi. Uchinchisi nima desa, kishilarning bunda odamning yana tumasligi endi. Bunda hamma nima ish qilsa buni riyo qilib, haqlar ko'rsatib, bunda qiladigan odam odatda bir jamoat tashkillab, xalqni tashkillab, keyingi odam ergashtirib ma'maydi. Nima uchun desa, xalq bunda odamni yoqtirmaydi. Haqiqiy iymon egillari bunda odamni yoqtirmaydi. Nima uchun desa, chunki bu odam Alloh bilan bo'lgan o'zining aloqasini uzdi. Riyo qilish orqali uzgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu odam bilan bandalar o'tirsin, o'zining bandalari o'tirsinki, aloqani albatta shu uzib tashlaydi. Beshinchisi nima desa, to'rtinchisi bundaq riyokor odam ish qilsa joyida qilmaydi. Nima uchun joyida qilmaydi u? Biz bu odam haqlarga ko'rsatib qo'yish uchun ish qiladi. Alloh meni ko'rib turdi degan maqsad ish qilmaydi, balki xalq ko'rib qoladi meni. Men ishni qilsam haq ko'rdi, meni qilsam haq ko'rdi deb ish qiladi. İnsanlar tabiiy holda har qancha qudratli bo'lib ketsa-mu, bir shaxsningki hamma qilayotgan ishni har doim bilib turolmaydi. Uni kuzatib turolmaydi. Undaq bir muhitni yaratolmaydi. Unda bo'lgandan keyin bunda odam qanday ish qiladi desa, haq ko'rdigan vaqtda ishni aytib puxta yaxshi qiladi, haq ko'rmagan vaqtda ishni joyida qilmaydi. Qalaymiqan qiladi yo buzib qo'ydi. Shuning bilan bu buzib qo'yish barbaracho jamiyatga chiqadi. Jamiyatga chiqqandan keyin haqning o'zimicha bu odam ishni joyida qilmaydigan odam degan yomon nomi chiqadi. Shuning bilan ishonchsiz bo'ladi. Ondan haqni kuzatib qilgandan keyin o'zi haqiqiy Alloh kuzatib turdimi, mening qilgan ishimni deydigan iymon tushunchi bo'lmagandan keyin bunda odamcha ish qilsa ishni joyida qilmaydigan, ishni chatoq qashna kam tuq qiladigan bu shunaqa holat
Allah beni küzütüp turdu degan düşüncenin yokluğundan kelip çıkır. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Bunda yaman işini kıygan, eski işini pirallıgan, bunda adamının yamanlığı fakat üzüge. Üzüge buludu degen. Yani bir ayette münafıklar hakkında sözler وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ إِلَّا قَلِيلًا. Eğer bular namazı kopsa, namaz okuşka kopsa münafıklar, şun fakat kişilerge köz tıpıya şunda vurulluqta, hoş yakmagan asaslı kopudu. Degen. Demek, elbette cemaat köge yerde mandak kıyadım, cemaat kömege yerde, halk kömege yerde namazımı okumaydı degen gibi. Andın, 6. en yaman bir zine, şahsı boğan nemo dese, dünyada bunda resva ulaş olsa, kıyamet gündü çoğu, eğir resva ulaş. Çünkü, bunda, her qanday qilgan ishini haq ko'rsatib qo'yish uchun qilgan ekan, bu odam o'zidan boshqalarni aldash uchun qiladi. Haqlarni goldash uchun, o'zininki naqadar yaramli ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun qildigan bo'g'ashqa, shuning bilan bu odamcho rasvo urdi. Oxirisi bu odamning bardig'i yeri rasvolik. Qur'oni Karimda shunga va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya va huwa aladdul khisam. Sözüge qarsanız dünyada o şunda sözü şunda kişilerini hayran kaldırdıgan, azap noç sözleydiken, azap caydı gep qılalaydiken, gep sözü şunda ustayken dep gipin anlagan adam bu adamın gipinin tesirlindi. Bu adamın gipi hakiki kişilerin kalbiga kirişi mümkün. Gep nait fasahatlik, ratlik, çıraylık boğaçqa. Lekin bu çoğu düşmanın en yamını bu müminlerge nispeten. Deb münafıklarını bu şundak tasvirlegen. Yani bir ayette وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِرَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Bu eğer şunda hak kömeydiğen yerge vasıfçı dese zımında buzğunçılık kılış hareket kırdı o. Deb bununki ne kadar yamanlığın tasvirlegen bolsa ahirisi şu Peygamberimiz muş mezmununu xulaslap Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuga sen eğer Allah'a ihlas bilen hakiki Allah'ın razılığını maksat kılıp cihat kıygan bolsan şu kıygan emelinge mukafatqa Allah subhanahu ve taala seni aşında sabır kıygan ve Allah'ın mukafatını kütken asaslı sintirgüzüdü. Eğer sen kişilerge riya kılış maksadına riya kılıp ve şundaklı üzerinin kıygan işini köp köz maksadına cihat kıygan bolsan Allah seni şu ayna riyakor haleti şu tirgüzülü degen bak kıyamet gündeki resvalık. Kıyamet gündeki resvalık. Sen kayındak halette uruş kıygan bolsan, cihat kıygan bolsan Allah seni şu xil halette tirgüzülü dep Abdullah ibn Amr ibn As şu Allah'ı bu tavsiye kıygan. Demek kıyamet gündeki resvalık ait, eğir resvalık. Biz cemiyetimizde, hayatımızda qaraydigan bolsak, cihat meydanıga bir qatim dessigen yoki üzünü men mujahid meselen dep qaraydigan mushundaq qarindoshlarimizningki boshqa musulmonga ait ko'z qilmaydigan, yaratmaydigan, yo'lda ko'z salom qilmaydigan, hatto ba'zisining salom qilsa salomni qaytarmaydigan mushundaq ahvollarni ko'rganligini anladık haqdan. Yani qarindoshlarimizni anladık. Nima Peygamberimizning hadisi şu desa, ma hadisda Amr ibn As degan İza qatalta sabiran muhtasiban ba'athakallahu sabiran muhtasiba. Ve iza qatalta muraiyan mukathiran ba'athakallahu muraiyan mukathira. Bu ne kadar xatarlik. Yani cihat meydanında aşına uruşunu kılıp durup Allah'ın razılığını izdep, Allah'ın mukafat kütüp sabır kıygan bolsan şu boyunca. Eğer unda olmagan bolsa, riya kıygan bolsan, yuğançılık kıygan bolsan, müminlerin köz kılmaslık maqsadıyla üzerine yuğan köz maqsadıyla kıygan bolsan, şu nimeni niyet kıygan bolsan, şu asasta kıyamet günü tirgizilsen degenlik bu ne kadar bu riyakorlukninki eğir emel ikelligininki delile andın ahirista bir ağız nima bilan tugetsam emelninki yuqoridan bir dedik baka bo'lishini keltirib chiqardi. Bu qilgan nurg'un yaxshi amallar mana riyokorlik bilan qolsa bu chaqda shu baka bo'lib ketadi. Chunki bu shirkning bir tarafi bo'lg'achqa, bir turi bo'lg'achqa. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne akhwafa ma akhafu aleykum eş-şirkul asgar. Qalu ve meş-şirkul asgaru ya Resulallah? Qala er-riya.
men sizlarga eng ensiraydigan, ya'ni sizlarning giribtar bo'lib qolib, buningdan mushuning sababidan halok bo'lishingizga, mushuning sababidan Allohningki rahmatidan mahrum qolishiga sabab bo'ladigan bir amal va men buningdan bak ensirayman degan vaqtda sahobalar qo'pab nima ya Rasululloh, ya'ni shirkil asg'ar, ya'ni kichik shirkdan shundoq ensirayman degan vaqtda sahobalar cho nima o kichik shirk degan nima ya Rasululloh desa, bu riyoxo'rlik. Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kuni bandalarning mukofotini berib hadisning oxirisida qilgan amallarga jazo beradigan vaqtda, mukofot beradigan vaqtda bu riyoxo'rlar nima deydi desa, izhabu ilallazina kuntum turaun fi a'malikum fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Sizlar riyo qilib, nurg'un odamlarga ko'rsash uchun riyo qilib, nurg'un yaxshi ishlarni qilgantinglar, shu riyo qilgan odamlaringni yana beringlar. Ular sizni mukofotlayanlarniki ya mukofotlayamam ekan, shularning yana beringlar deb Allah subhanahu wa ta'ala mushundaq deydi qiyomat kuni deb bu hadisda bu riyoxo'rlikning ne qadar ig'ir jinoyat ekanligini, dunyo va oxiratda insonning amalning bekavob ketishiga sabab bo'lganligini payg'ambarimiz shu bayon qilgan. Yani bu dunyoda amal baka olish, oxiratda Allohningki, yani rahmatidan mahrum qilish. Endi davolam yuqorida bu uningki masalan shaxs va jamiyatlarga qarata, ya'ni ziyonlar haqida to'xtalgan bo'ldik. Shu kishidan deb riyokor demoqchi bo'lsak, bu odamni qanday sifatda tepiladi? Masalan, qaysi sifatda bir odamni shu gapirish mumkin? Agar uni bir nuqash diagnoz qo'shib to'g'ri kelsa. Buni oyat hadislarda bunilqi shu oyat hadisninki mazmuniga qarab, mazmuniga burun salaflarninki mazmun so'zlariga, mush riyokorlik haqidagi so'zlariga qarab olimlarimiz bir necha alomatni chiqargan. Ya'ni qandaq odamni mushundaq riyoxo'rlik kesli bor, ya'ni bir inson o'zining riyoxo'r ekanligini qandaq biladi desa, eng birinchi bo'lib har qandaq vaqtda ma'lum bir maqtashqa erishadigan bo'lsa, ishni nihoyatda ko'p yaxshi ishlarni qilish. Yoki agar unda bo'lmasa-da bir ishni qildikan, maqtildigan bo'lsa, texim tirishib jiq qilish. Neticesi tez chiqadigan shu dunyoda xalq ko'rdigan bir ishlar bo'lsa, maqtashga erishadigan ish bo'lsa, bundaq ishni shu tuz qilish ham hassalab nech qatim shu qilish. Agar maqtashga erishilmaydigan ish bo'lib qolsa, uni qilmaslik. Bunda ish kelganda hurullik qilish. Bunda kelganda shu hurullik qilish. Agar qanday bir masalada azroq ayplash ehtimolligi bo'lgan ishlar bo'lib qolsa, bunda ishni qat'iy qilmaslik. Haqla ayplaydi deb. Agar maqtab bo'lsa, yaxshi bo'lgan taqdirda bu haq ayplaydigan ishni shu qat'iy qilmaslik. Bu birinchi alomati degan. Yani maqtashga erishgan vaqtda ko'p ish qilish, maqtalmagan vaqtda to'xtab qolish. İkincisi, mesela bu yerda diqqat qilish kerak masalamda bir ish qildik, hozir siz degandek, bu ishni qilsak, biz Alloh taolo bizga savob berdi. Ama shuninglar bilan birga bu ish millatning nazarida biroz tuvan ko'riladigan yoki bir qilmaydigan ish, ham ehtimol bermaydigan ish. Ani deb qilmaymiz, yani Allohning nimasini savobidan bir Alloh beradigan savob nima voz kechib, xalqning ayblashini qo'rqib qilmaslik, bu bir alomat bo'ldi. Bu alomat. Bu bir alomat. Bu chunki haliqa biz bir qism odamlarni oldik, masalan, bir qism odam deganli bo'ldi. Bu hozir masalan kishilarningki diniy tabliğga ehtiyoji yo'q. Masalan, diniy tabliğ qilish yaxshi, asli Alloh buyurgan bir ish, shunaqmi? Allohning buyruqlarini yetkazish Alloh buyurgan bir ish. Olimlarning qilishga tegishli bir ishi. Kishilar masalan ma'lum odamlar hozir bu tabliğ kishilarning ehtiyoji yo'q. Vatanda ishmadan ma'g beryapti. Mushkunda tabliğ qilib o'ltirib, hatto ayda kinas yozganlar bor. Mushkunda tabliğ qilib o'ltirib,
bu vatanda aşula olsa, maşula olsa degan gaplar bor jamiyat, tushunami? Agar mushunda bir tabliq qilayotgan odam xalqlar mushunda tabliq qilibdi deb ayiblaydi ekan, yoki hozir tabliq qilishning zamoni emas, hozir boshqa ishninki, boshqa gapning zamoni deb o'zininki qilayotgan tabliğini bir adam qilmagan bo'lsa, to'xtatgan bo'lsa, bir xatarlik masala bor degan gap. Biz Allah'ın dinini har qanday vaqtda yetkazishga buyurilgan. To'g'ri. Biz yetkazayotgan gaplar kishilarning ehtiyoji yo'qmi desa, albatta ehtiyoji bor. O'zimizda, xalqimizning umumiy hayoti qarasak, riyokorlik yo'q, hammadan shunday sapma hozir desa, nada o ish? Jiq adamda bu illat bo'lishi mumkin, masalan. Va buningdan boshqa nurg'un illatlar sababidan nurg'un chuvalchaqlik, nurg'un egizpachilik hayotimizda bor. Asl tekshirib kelsak, mush qalbga munosabatli illatlar, ya takabburlik urudi, ya riyokorlik urudi, yoki har xil Alloh cheklagan g'aybat shikoyat urudi, ya suxanchilik urudi. Demak, ehtiyoj bor. Lekin xuddi ehtiyoj yo'qdek tuyulib qolgan bir vaziyat bor. Shuning uchun har qanday bir odam haq maqtsa qiladigan yaxshi ishni, haq so'ksa yoki maqtamaydigan bo'lsa, u yaxshi ishni qilmaydigan bo'lsa, bu birinchi alomati. İkinci alameti nima desa, jamoat vayada naiti ishni yaxshi qilish. Ya'ni kishilar bilan birga bo'lgan vaqtda yaxshi ishni nait bahtirishchanlik qilib qilish. Agar yolg'iz bo'lib qolsa yoki haq ko'rmaydigan yerda bo'lib qolsa, bu ishni qilmaslik. Haq ko'rmaydigan yerda ish qilmaslik, haq ko'radigan yerda obdan ishlarga alohida aldirab qildigan bo'lsa, bu mucho riyakorlikning alomati. Bu vaqt Ali roziyallohu anhu o'sha riyakorlikning alomatini bayon qilib, kasala iza kana wahda. Agar bu yolg'iz bo'lsa, hatto namoz o'qishga xush yoqmaydi. U nurg'un hatto harom ishni qilib o'ltirishi mumkin. Ya'ni yolg'iz bo'lsa hurullik qiladi, kishilarning ishida bo'lsa harakatchan bo'ladi. Agar maqtalsa yaxshi ishni texim jiq qiladi. Agar so'kilib qolsa, ayiplanib qolsa, yaxshi ishni qilmaydi deb Ali roziyallohu anhu munda tasvirlagan. Buni alomati qaysi edi? Uchinchisi nima desa, kishilar bayada qat'iy harom xato ishlardan yiroq turish. Ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qilmaslik. Masalan, bugungi kunda biz ayollar, masalan, safakidijiq Uyg'ur ayollari yog'liqli bilan, nurg'unlarni niqobli bilan yuradi masalan. Erlardan nurg'un egizpas ish qilib yurgan erlarni xususan ko'rmaymiz endi. Bir qism uşaq ballarni chiqarib o'tganda. Lekin mush ayollardan hamda yoki ma'lum erlardan Safakidna Taksim maydoniga ketsa yoki boshqa bizning Uyg'urlar yo'q yoki ketsa, yog'liq atirganlar yog'liqni tashib o'tirgan, yoki ba'zi xato ishni qilmaydiganlar u yerga vosita ishni qilaveradigan, nurg'un munkarlarni qilaveradigan. Ya'ni har qanday bir insonda mushunda alomat bo'lib qolsa desa, bu riyokorlikning 3-chi eng xatarlik alameti. Mesela şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde la'alamanna unasan min ummeti ya'tuna yawmal kıyameti bihasanatin kecibali tuhanata bayda feyec'aluha Allahu haba'an mansura ihwanukum ve min cildatukum ya'khuzuna minal leyli kema ta'khuzun walakinnahum qawmun iza khalaw bimaharimillahi intahakuha. Bu hadiste ben ümmetimden kıyamet günü şundak bir kısım kişilerini bölümen ki bular Tihami tağıdak, yani Tihami degan ait yo'g'on bir tağım Arab jazirisida. Tihami tağıdak shunda yo'g'on, yani kat jiq yaxshi ishlarni qilgan. Alloh bu ishlarni, bu qilgan ishlarini chang to'zon to'piga aylantirib yurdi. Bular sizning qarindishinglar deydi bu yerda. Xo'sh. Yani sizning diniy qarindoshlaringmi bular? Sizlar bir sabta ya bir jamoat bo'lib yashagan. Sizlar yaxshi odam deb qaragan. Üzerinin milletinden, sizin kardeşinler, sizin cemaatinler. Buladaki yaman illet, yani Allah bulanın şunda yaxşı amellerini bika qilib yutishga sebep bo'lgan illet nimeti desa, bular o'zi yolg'iz qolgan vaqtda Alloh cheklagan ishlarni qildigan deydi. Yolg'izlan bo'lsa, haq ko'rmaydiganlar bo'lsa, Alloh cheklagan ishlarni qildigan odam deydi bu. Shu Alloh subhanahu va taolo bularning amellarini chang to'zon aylantirib yurdi deb tasvirlagan. Demek ki üç alamet arkalık her kandak bir şahs özüne muş keselinin bay yo'qligini fark etəliydi. Allah razı olsun damalım. Hem de kaldık bu hukukadak muş xatarlik illetin qutuluş
uchun nima qilish kerak? Buningki asosli omillari, yo'llari qaysi? Riyodan qutulishniki. Har qanday bir kasal al-viqayatu khayrun min al-ilaj deb bir gap bor salafniki. Har qanday bir kasaldan saqlanishga harakat qilish, keyin kasal giribtar bo'lib, uni davolagandan oldini olish bu yaxshi. Ya'ni yuqorqidek illat, yuqorida buning alomatini bayon qildik, uch turlik. Har qanday bir insonda qaysimizda shunday bir illat topilib qolsa, men avalim sal xatarlikka men tuzatsam bo'ldi ekan deb tuzatishga boshlash lozim. Xo'sh. Alohida o kasalning yamrab ketishining oldini olish lozim. Olimlarimiz ham buni tashlashninki bu kasaldan qutulishning yo'llari nima desa, bir nechta turlik sabablarni yoki dorilarni bayon qilgan. Eng birinchisi, ya'ni bu riyokorlikninki dunyo va oxiratdagi oqibatini har doim aslash. Ya'ni yuqorida buning zinini shaxsga, jamoatga dedik. Shaxsga davzaxga kirishga sabab bo'lganligi, Allohning g'azabiga giribtar bo'lishga sabab bo'lganligi, dunyoda nurg'un ziyon tortganligini bayon qildik-ku. Ya'ni dunyo va oxiratdagi zinining ne kadar ig'ir ekanligini har doim aslash. Bu birinchi buning dorisi. Ikkinchisi nima desa, yomon odamlar bilan, ya'ni riyokor odamlar bilan do'stlashgan bo'lsa, bundaq do'stlardan ayrilish yoki ularga nasihat qilib, ularni yaxshi odam qilishga tirishish. Agar nasihat qilib uni o'zgartirish ko'zi yetmaganda, bunda odam bilan do'stlashmaslik. Chunki payg'ambarimiz bir hadisda masalul jalis solih val jalis su deb buni o'xshatgan. Yaxshi do'st bilan yomon do'stninki zodi aralashsalam yoki yaxshi yoki yomon ta'sirining bo'lganligini bayon qildi. Unda bo'lgandan keyin va mening qalbim degan sap, men hech qanday ta'sirlanmayman deb hech qanday odamning yomon odamlar bilan aralashib yuraverish to'g'ri emas. Chuqur bu oxirisda ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Üçüncüsü nima desa, Allah subhanahu va taolani haqiqiy tunish, Allohning qudratini haqiqiy bilish, Allah subhanahu va taolaning qilayotgan ishlarimizning hammasini ko'rib turganligi, hammasini yozib qo'yganligi, qilgan ishimizning natijasini cho'qim ko'rganligimizga bo'lgan iymonimizni oshirish. To'rtinchisi nima desa, inson o'zi bilan kurash qilish lozim. Şu Ömer radıyallahu anh'un hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ve zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Üzanlar hesap elip turanglar. Özden öz hesap elip turuş deganlik bu bazı vaqtda olimlarimiz nurg'un ibodatdimi bu katta degan. Ya'ni inson o'zi yolg'iz o'ltirib, men bugun nima ish qildim? Mening hayotim nima ishlar bilan o'tdi? Qandaq yomon illatlar mendan sodir bo'ldi deb o'zini hesap elip turush bu insonning birdan-bir to'g'ri yo'lda mustahkam menishiga va shundaqla Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni jiroq turishga haydakchi bo'lgan bir omil bu. Shuning uchun o'zimizdan hisob olib turishimiz lozim. Ondan har qanday vaqtda muomala qilgan vaqtda biz o'zaro muomala qilamiz-ku. Normal o'rta hal muomalani qilish birsi-birsimizga qarata. Hurmatildim deb, taqdirildim deb chekidan oshirib o'tmaslik. Shundaqla bir shaxsni tuvanga tushirib o'tmaslik muomala qilgan. Ko'z qilmay, bu qanchalik odamte deb bunda qilmay, o'rtaq normal muomala qilish. Xayrul umuri awsatuha. Bu dinimizmi shundaq dinimiz. Awsat degan adolatni izlagan, o'rta hal yo'l tutmaydigan din. Nima uchun desa, chunki inson har qanday chekidan oshgan vaqtda xuddi har qanday foydali yemakni tamoqni jiqiyvasi ziyon qilgandek, ya bakrak hurmatlasa ziyon chiqadigan ish bo'ladi, yoki bakrak tushirversa bir shaxsni muomala qilgan vaqtda buningda ziyon chiqadi. Shu o'rta hal yo'l tutish lozim. Ondan 6-si cho'qim mayli Qur'oni Karimdagi, mayli payg'ambarimizning yoki ilgirkilarning tarixida bu shundaq riyokorlarning oqibatining qanday bo'lganligi. Bular qanday yomon natijalar bilan natijalanganligi bularning, masalan, Qur'oni Karimda bayon qilingan Firavunning voqealigi bo'lsin va uningdan boshqa nurg'un payg'ambarlarning qavmlarining, Samud qavmining ahvoli bo'lsin. Bular shu o'zininki shu kuch-quvvati bilan shunda riyo qilgan, yo'g'onchilik qilgan, Allohning bandalarini ko'z qilmagan, nurg'un shunday yomon ishlarni shu qilganligi uchun Alloh bularni halok qilgan. Unda bo'lgandan keyin shularning tarixini o'qisa, shularni bilsa,
bu insan çoğun bundak keselik giriptar olup kalıştın. Kaçıramdı. Bunun hatırının ne kadar zor ikenligini bilip. Altıncısı andın Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamberimizin sözdeki, seleflerinin sözdeki muş ihlasmanlikki kızıktırdıgan ayet hadislerini koş. Riyanınki hatırının ne kadar yaman ikenligini biliş. Bu haqda alahidi çoğu muşdan fırsat çıkarışan. Kitap okuşqa, yüzünün ilmi seviyesini aşırışqa fırsat çıkarıp bu illetinin yamanlarını yani yüze huddi cismani kiselge giriptar olup kalıştın aldırağandak insan yüzüne bu ruhi kisellikler giriptar olup kalış ve şunun qatarından riyakor olup kalıştın mı çoğu dikkat kılış için yüzünün ilmi seviyesini aşırış lazım. Hemmedin muhimi Allah subhanahu ve ta'ala'ya yalvarış. Allah subhanahu ve ta'ala'dan tilaş. Her daim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Ya eyyuhannas ittaku hada şirk. İyi insanlar. Sizler bu şirkten korkanlar. Fe innehu akhfa min dabibin naml. Bu çümülünün mağındınmış şunda məxbi bu insan yüzünün giriptar bolup xuddi çümülü mağız bir jana misqinmagandek bu kisel giriptar bolup qalganlygyn his qılanmaydı. Şunun üçün bunundan qorqanlar. Digen vaqtda bir sıqıpap qanda qoqaymız, qanda saqılnımız bunundan degen. Bu riyaxorluqdan qanda saqılnımız digen vaqtda Qulu Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu ve nestağfiruka lima la na'lam. Sizler her daim Allah'ın tilanlı ki iyi fervaydigarimiz biz sizden gülüp durup sizlerge bir özlerinden mahluklardan birini şirik kılıştın pana tileyimiz. Gülüp durup şirik keltirip kılıştın şu pana tileyimiz. Yüzümüz uqmay, bülmey şirik keltirip sağan bolsak bunundan çoğu pana tileyimiz. Bülmegen nasirim mi hem bülgen nasirim mi pana tileyimiz de muşnak dangla dedi. Bunun manisi ne bu dese muş dua arqılık siz makiselden kurtulalayısınız demekçi. Şunun için her daim yüzümüz, muş duanı yüzümüz çoğu xuddi her namazda olsun, başka vakitte olsun Allah'ida Allahümme inna na'udhu bike min en nushrike bike şey'en na'lemu ve nestağfiruke lima la na'lemu dep yüzümüz bilen hem sohbet birge elepme aşımız lazım. Yukarıda size dep öttiler. İlgili keselip sarıfla mesela yaxşı işlerini məxbi qıtılıb. Yani bu nümüdün qutuluşunun ki yani bir yollar hem de biri biz pat mı dağırıqı məxbi yaxşı əməllərini qılışqı özümüzün adetleniş. Tabii. Mesela kişilik kömeydiğen bizden başka Allah'ın başka hiç kandağı bir nime insan bilmeydiğen yaxşı işlerini qılışqı özümüzü gönderiş. Bu şunun qutuluşunun ki bir amdır buluşu mümkün. Elbette. Şuna Peygamberimizin ki bu vaxtda Ömer radiyallahu anh'ın nurgun qısılları var. Kişilerge yüzü keçiri uqtumay binaslını tuşup apırpırdığallığı ve şundaqla kişiler uxlavatqa vaqtda sizler namaz uqallarının mükafatı manda deb tasvirlagan nurgun hadisler var. Demek bu pek muhim. Yani birge mesela biz bu dünyanı unutuş ki ahiretine köprek Ahiretki boğan muhabbetini takım aşırış. Küçeytişke tilişiş. Zamanlap ahirki sual hemdi. Biz mesela yukarıda nurgun yaxşı işlerini başkalar kösünde kısa bunun ya bulduğallıqını bu arkalık emelinin ki bir kabulduğallıqı aynı vakitte Allah'ın ki savabıdın mahrum kılışıyla birge onun cezasıga düç kıldıqallığımızı bildik. Hem de insan mesela bir işini kılmakçı yaxşı işten beni, lekin o işini məxbi kılış imkaniyeti yok. Aşkara kılış gerek. Aşkara kılaydıysa xaqla körəb qalanlar bu işini qısan başqalar körəb qatdı dep muşundaq yaxşı işini taşlaşının hükmü nime? Bunu kısa qanda oldu, kımızı qanda oldu. Yani Birinci olarak kiremde kirmemde o mesela. Ayrıydıgan bir mesele var bir yerde. Hoş. Bazı yaxşılığı var bunu kişiler kösetmek qiysi bolmaydıgan. Yani mesela bir adam cuma namazı desek bu yaxşı iş cemaat namazı. Kişiler körep qaldı men cumaga chiqsam deb öyde oqus bolamdı desa albatta bolmaydi.
Hac olsun, cihat olsun, cemaat namazları olsun, cenaze namazı olsun, cuma namazları olsun. Müslümanlar adette topluşup kılıdığan bundak emellerde bu insan fakat niyetiga bağlıq iş o. Ona şu cemaat bilen, halk bilen, Müslümanlar bilen kılış lazım. Bundak çoğun işlerini, yani çoğun emmeden jığılıp kıldığan emellerde bu münafık olup kalsam da hak kürdüğü yerde kılıp aşına cümeye çıkıdı ya namazın cemaatüyle okuydu, öyle olsa okumaydı mesela. Bunda olup kalsa bu riyakormuş o. Lekin bu emellerde çoğu falanı riya kırıp namaz okudu. Adam bayağı kıldı, adam yok adam kıldı, normal. Mesela adam bayağı manda kıldı ya riyakorluk kıldı desek bulmaydı gay şimdi. Bu kalp münasebetlik bu çağda. Kalp fakat bu adam mening namoz o'qiganligimni haqlar ko'rib qolsin, haqlar o'qib qolsin degan maqsadda o'qisa o namozni shu chaqda riyoxo'r bo'ladi. Unda maqsad yo'q. Alloh menga juma namozini jamoat bilan o'qishni farz qilibdi. Hajni musulmonlar bilan birga qilishni farz qilibdi. G'azotni bir odam yolg'iz qilgan olmaydi ekan. Bunda ko'p mujohidlar birlashib qilishni farz qilibdi deb Alloh ma farz qilgan ish ma deb chiqib qilsa shu bu qat'iy uningda riyo deydigan narsa yo'q. Niyat bilan bog'liq bu chaqda. Bu cemai amel ibadetlerine bağlı. Cemai amel ibadetlerde emmeden bunu qilish lazım. Hatta cemai bo'lmagan ishladimi? Kishilar agar ko'rsa, kishilar ergishib qildigan yaxshi ishlar bo'lib qolsa, ma'lum bir yaxshi ishkan bunu bir adam qilsa yoki xususan jamiyatda obro'yi va ilm egillari masalan yoki kishilar hurmatlaydigan odamlardan bir kishi qilsa, boshqalar buni ergishib qildi ekan. Bunda o'scho desa, chuqur buni ergishib qilishlar, oshkor qilish lozim bunday ishni. Masalan, deylik hamda bir cami salmoqchi, masjid. Ya bir başka bir hayır iş qilmoqchi. Bu ishni voy mana qilmoqchi edik, bunga yordam qilinglar, pul tashlanglar deyishdan avval o'zi chiqib amaman. Ol mumkin, yo 50 ming ko'ylaman tashladim, naqasini tashlanglar bunda deb boshlamchilik qilsa, başlamchilik qilsa, bu chaqda bu katta mukofotlar shurudi bu. Foyda olgan. Buningda bir hadis var. Men sanna fil islami sunnatan hasanah deb. Bu hadisning kelish sababi nima desa, Mudar degan qabildan Payg'ambar alayhisolamning yoniga bir umak kelgan. Nayt qarisi bu umakning holi bax xarab endi. Kambag'allik, ochlik bularninki kiyim-kechigi va turqidan chiqiblam turgan. Bunning holini ko'rib Payg'ambarimiz nayt ko'ngli yerim bo'lib, shuning bilan musulmonni umumiy chaqirib, ularga gap qilib, voy mushuliga mayli kiyim, mayli yemik ichmak, nim bosib beringlar. Yani qilinglar, sadiq qilinglar. Hatta walau bi shiqqi tamra. Yarim tal xo'mi o'simo. Deb mushna degan vaqtda kishilar bijdillardan, bijdirhamdan bunda pul tashlagan turgan. Shu vaqtda bir odam, ansorilardan bir odam bir taqa xo'mini chiqib, yani yuz ko'tarilmay qolgadak, ashuna jiq xo'mini u qo'ygan. Qo'ygandan keyin buni ko'rib nurg'un odamni yemik ichmak, nurg'un odamlar kiyim kechakni chiqqan. Shuning bilan ikki yerda bir duy yemik ichmak, yana birisi cho desa kiyim kechak jug'langan. Mush vaqt payg'ambarimizning cho chiroyi paqirab ketgan edi sahobalar. Xo'shlikdan chiroyi shunda echilib paqirab ketib, nima degan desa, "Men sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha va ajru man amila biha." Qanday bir odam islomda shunda odamning yüz kütürenmegidek nesini çıkıp şu Peygamberimizin aldığı koyganlığı üçün Peygamberimiz ne diyen dese qanday bir adam İslam'da yaxşı bir işine yol koysa, sünnet kıysa bu adamga şu işinin savabı ve şu işe ta kıyamet günü geçecek kim qanchalik adam amel qilgan bolsa, şunun savabı buludu degan. Yaman iş mi şuna o'xshash. Unda bo'lgandan keyin har qanday bir adam haq ma yaxshi ergashsin degan maqsadda o'zi qat'iy riyo qilmay, riyo degan narsa yo'q qalbida. Haqlar bilsin deb har qanday bir ishga, yaxshi ishga yetakchi bo'lsa, kishilarni boshlasa, bu qat'iy riyo qilganlik emas. Chunki Qur'oni Karimda "In tubdus sadaqati fa ni'ma hi va in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum." Agar sizlar sadaqani maxfiy bo'lsanglar, ummayli. Yaxshi shuni. Nima? Ashkar bo'lsanglar, yaxshi.
Məxfi basanlar texim yaxşı degan. Çünki məxfi bir işdə həm də heç qanda bu riya, təkəbbürlük ya heç nimədən həmin aslında xaliyəm madem. Aşkar bir iş şu desə, bəzi vaxt insan boğanlıq üçün işini başlaşda, niyet qilishda xolis bo'lsa-mu, keyin ishni qilib o'tib yaqib bo'lgandan keyin azroq riyo aralashib qolish ehtimolligi bor. Buni yiroq sanag'ib bo'lmaydi. Shuning uchun ashunda pul xajlaydigan yerda maxfiy berishni afzal degan. Aşkar berishni mayli degan. Aşkar bersam bo'lmaydi deb bamay o'ltasi bo'lmaydi. Aşkar berishni mayli degan. Shu olimlarimiz agar qandaq bir shaxsning aşkar bir yaxshi ishni qilishida foydali bo'lsa, ya'ni musulmonlar bunga ergishib nurg'un yaxshi ishning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan bo'lsa, u chaqda aşkar qilish lozim deb qaragan. Xo'sh, tamam, Allah razı olsun. Başqa so'zlar bormi, yo'qmi? Yo'q, bu mush masalada hamda umumiy xalqimizdan kutilgan arzu qildiğimiz nima desa, o'zimizda shu illat bormi yo'qmi deb tekshirib turish, yuqorida bayon qilgan alomatlar menda bormi yo'qmi deb buni tekshirish, bu orqali o'zimizning qalbini poklash, poklagan vaqtimizda cho'qim Alloh bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bo'ladi. Allohning rahmat eshiklari bizga ochiladi. Bu chaqda dunyo va oxiratda Alloh subhanahu va taolaning rahmatiga, g'albisiga, nusratiga loyiq bo'lalaymiz inshaalloh. Allah razı olsun. Allah razı olsun tamamlam. İnşallah hammamizni musullardan Allah saqlasin. Amin ya Rabb. Hurmatli televizor ko'ruvchi qarindoshlar, bunun bilan bugungi tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah başqa programlarda ko'rish umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.